Samolyot yedirilganini chiqarib olyapmiz. Hozir tekshirib turib, barazorliklarni ko'ramiz. Nimaga e'tibor berishimizni videoda tushuntiramiz sizlarga. Mana hozir yaqinroq kelasiz. Avtomatlari bor. Avtomatlarimiz nagruzkaga tashlash uchun keladi. Tevalarida ham o'zi tashlaydigan joylari bor. Nagruzka kelganda relasi bor. Hozir ishlatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Vibratsiyasi kam bo'lishi kerak. Yok. Tuzu var. Aha. Yok. Bu. Sirkelerini hem tekşirip ocağından kullanıp Aytdim o. Sirk o'zidan do'st chiqib. Sirkelerim joyiga chiqyapti. Setkalarga e'tibor berib qo'yamiz. Setkalari qalin setka ishlatiladi. Bug'doy yorma, bunisi nakka yorma. Bunisi qo'yib, bunisi molba bo'ladi. Mana setkalarning ham qalinligiga e'tibor beramiz. Keyin bundan chiqqanini juda silosga aralashtirib qo'yib, 200 soatdan keyin juda yuvib qoladi. Mollarga berishga mushuk qoldirmaydi. Mana hozir jo'natib yuboramiz, chiroyli qilib. Mana